Robin Sharma. O'z taqdiringizni kashf eting. O'z taqdiringizni kashf eting kitobi bu insonning ichki salohiyatini uyg'otish, hayotdagi asl maqsadni topish va ongli ravishda baxtli hayot qurishga undovchi, ilhomlantiruvchi asardir. Mashhur motivatsion murabbiy Robin Sharma ushbu kitobda har bir inson o'z hayotini o'zgartirish kuchiga ega ekanini sodda, ammo chuqur fikrlar orqali yoritib beradi. Muallif inson ko'pincha qo'rquv, shubha va ijtimoiy qoliplar sabab o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon eta olmasligini ta'kidlaydi. Kitob o'quvchini o'z ichki ovozini tinglashga, qadriyatlarni aniqlashga va hayotni ongli ravishda boshqarishga chorlaydi. Sharma hayotdagi muvaffaqiyat tashqi sharoitlarga emas, balki insonning ichki intizomi, fikrlash tarzi va kundalik odatlariga bog'liqligini misollar orqali tushuntiradi. Asarda shaxsiy rivojlanish, vaqtni to'g'ri boshqarish, ijobiy fikrlash, jasorat bilan qaror qabul qilish va o'z ustida ishlash kabi muhim mavzular yoritilgan. Kitob nafaqat nazariy fikrlar, balki amaliy maslahatlar bilan boyitilgan bo'lib, o'quvchini harakatga undaydi.